Bilim olish uchun обязательно chekka chiqib olish kerakmi? Ba'zida yosh yigitlar biz qaysi davlatga arab tilini o'qish uchun Misrga boraylikmi, Turkiyaga boraylikmi degan savollar berishadi. O'shanda men bir savol berdim bu yigitga. Arab tilini bilasizmi? Yo'q, bilmayman dedi. Gapira olasizmi? Yo'q, arab tilida gapira olmayman. O'qish yozishni bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Toshkentdan viloyatga chiqishga ham haqqingiz yo'q ekan. Bundan 15 yil avval, taqriban 18 yil avval ekan, bir dona o'quv markazi bo'lardi. Toshkent shahri bo'yicha o'sha yerda o'qirdik biz arab tilini o'rganishlik uchun. Hozir har qadamingizda o'quv markazi. Boring, fonetika kursini bitiring, grammatika kurslarini bitiring, sifr sertifikatlarini oling. Ana undan keyin siz ilmiy dargoh qidiradigan bo'lsangiz, ana bu yarashadi bu. Ilm olish uchun o'zingiz sohangiz bo'yicha ilmiy poydevorlarni o'zingiz yurtingizda qo'yib bo'lgan bo'lsangiz va malaka oshirish uchun yo magistrlik ishini yo doktorlik ishini qilishlik uchun chiqadigan bo'lsangiz, hech bir muammo yo'q. Hali arab tilini o'qish yozishni bilmasdan turib men arab davlatiga o'qishga ketaman deyishlik o'zini o'zi aldashlik bo'ladi. Arab tili yo'nalishida xossatan ilm karvoniga qo'shilishga harakat qilayotgan yoshlarga aytamizki, imkoniyatlardan foydalanib atrofingizdagi bor ilmlarni oling, ana undan keyin keyingi darajalar boshlanadi.